Tak. Assalomu alaykum jigarlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, Kamina Navro'z Murod Silver Bulut YouTube kanali orqali sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun 5-mart 2026-yil va bugungi sizlar bilan uchrashishimizning sababi men Futures accountdan pul yechib olmoqchiman va ya'ni payout qilmoqchiman va bu jarayonni sizlar bilan birga amalga oshirmoqchiman. Va bitta narsani aytib qo'yay, bu video sal cho'zilib qolishi mumkin, sababi nafaqat hozir bu yerda pul yechish, undan tashqari o'sha futures akkauntlarga taalluqli bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Demak, ko'p cho'zib o'tirmayman, boshlayman va bitta narsani aytib qo'yay, boshlashdan oldin agar siz YouTube'da endi meni ko'rib qolgan bo'lsangiz, shu videoni opisaniyasiga Telegram kanalimda silkasini qoldiraman. Siz agar futures akkauntda ishlayotgan bo'lsangiz, tradingni ishlayotgan bo'lsangiz, tradingni endi boshlagan bo'lsangiz, xullas trading sohasiga qiziqayotgan bo'lsangiz, albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying, podpiska bo'lib qo'ying. Sababi yerda kunlik ideyalar, kunlik tahlillar va shu tradingga oid juda ko'p ma'lumotlar doimiy berib boriladi. O'shaning uchun Telegram kanalimga podpiska bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Xo'p, demak, bo'lmasa videoni boshlaymiz. Undan oldin men mana bu kamerani o'chirib qo'yaman. Sizlarga xalaqit berib qolishi mumkin. Oy-jamolimni ko'rishlaringiz shart emas. To'g'rimi? Tak, mana o'chirib qo'ydik. Demak, boshladik. Xo'p, ekraninglarda ko'rib turganlaring bu Lucid Trading, ya'ni futures akkauntlar beradigan prop kompaniya hisoblanadi. Bu yerda safety akkauntlar bo'lmaydi. Faqat futures akkauntlar beradi bu prop kompaniya. Ana endi eslaringda bo'lsa, где-то noyabr oylarida FundingTix-dan pul yechish jarayonini sizlar bilan birga amalga oshirgandik. Ya'ni xuddi bugungiga o'xshagan video obzor bo'lgandi, lekin sal kamroq, faqat pul yechish jarayonini ko'rsatgan edim. U hozirgi kunda bu FundingTix Futures Prop kompaniyasi yopilib ketdi. Lekin o'sha paytda biz sizlar bilan payout qilish jarayonini birga qilgan edik. Bugun esa Lucid Trading Futures Prop kompaniyasidan sizlar bilan birga pul yechish, ya'ni payout qilish jarayonini birga amalga oshiramiz jigarlar. Demak, xo'p, dashbordimizga kiramiz, o'zimiz dashbordga. Mana shunaqa oyna chiqadi. Xo'p, menda shaxsan o'zimda 5 ta 50 ka akkaunt bor. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Mana bunda nega pul yo'q desangiz, mana 51.637 dollar bo'lib qolgan. Ya'ni bu videoni tayyorlashdan oldin men bitta akkauntda pul yechib ko'rdim. Va mana bu 4 tasida hozir sizlar bilan birga pul yechamiz jigarlar. Endi bundan oldin sizlarga boshqa ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Tak, endi qaranglar. Nega aynan 5 ta akkaunt? Nega aynan 5 ta akkaunt? Nega aynan Lucid Trading? Xo'p, Lucid birinchidan jigarlar, Lucid juda ham yaxshi takliflar beryapti. Birinchidan bularning afzallik tarafi birinchi o'rinda akkauntni arzonga berishi. Ya'ni 65 dollar hozirgi kunda siz agar bu akkauntdan bu prop kompaniyadan agar akkaunt sotmoqchi bo'lsangiz, skitkada 65 dollarga sotib olishingiz mumkin. Ya'ni OnePipSL promo kodi orqali agar siz olmoqchi bo'lsangiz, bu prop kompaniyani sizga 65 dollarga beradi. 50 ka akkauntda bu juda ham yaxshi narsa do'stlar. Juda ham yaxshi narsa. Siz bitta 50 ming dollarlik shot sotib olyapsiz 65 dollarga.
Bu juda ham zo'r. Bu albatta OnePPSL promo kodi orqali sotib ola olasiz. Mana shunaqa skidkada. O'zi buni narxi sal boshqacharoq. Mana bu yerda bundoq ko'rinsak, mana narxi mana Lucid Flex o'zim hozirgi account olgan 5 ta accountim Lucid Flex hisoblanadi va bu yerda mana 91 o'zi asl narxi $130. Lekin siz buni bu akkauntdan sotib olmoqchi bo'lib turib OnePPSL promo kodini teradigan bo'lsangiz, sizga buni hozir kunda $65 ga bersa kerak. Qarang, mana bitta kelinglar, olib ko'rmoqchi bo'lamiz. Olmaymiz u, tekshirib ko'ramiz mana. Qaranglar, hozir $130 one PPSL bizga qanchaga beradi? Xo'p. Mana ko'ryapsizmi? 50% OnePPSL promo kodini teryapsiz. 50% chegirmada $65 ga sizga account beryapti. Va mana bu yerga mana op qilib bossangiz, siz vizalaringizni kirgizasiz, to'lov kartalaringizni kirgizasiz, и все, $65 ga siz account sotib olasiz. Safety'da u boshqacha, bilasizlar. Safety'da bitta hozirgi kunda bitta 50 ga account o'rtacha $250 dan $300 gacha bor, to'g'rimi? Lekin Futures prop kompaniyalari sizga $65 ga bunaqa imkoniyatni beryapti. Bu juda ham zo'r, jigarlar, juda ham zo'r. Xo'p. Endi xo'p. Endi demak, akkaunt sotib oldingiz $65 ga va ishladingiz. Bu Lucidni sizga hozir mana bundaqa deb turib buni obzor qilmayman. Undan boshqa narsalarni yetkazishga harakat qilaman. Xo'p. Demak, hozir siz $65 ga sotib olib ishladingiz. Bu yaxshi imkoniyat. Demak, endi undan tashqari men sizga yana boshqa narsani ko'rsatmoqchiman va mana buni qaranglar. Hozir kunda akkauntimdagi общий pul tak, mana bu yerda ko'rsatilmayaptimi? Tak, 53 ming edi-da, hozir mana bu yerda. Xo'p. Mana bunda chalg'imaylik, mana bu yerdan boshlaylik. Xo'p. Qaranglar. Mana fevral bu akkauntlarim to'g'rirog'i 20-fevralda funded bo'lgan ekan. Mana 20-fevral birinchi savdoni boshlagan ekanman va $212 zarar qilganman. Undan keyin 23-fevral $687 foyda qilganman. 24-kuni $465 zarar qilgan ekanman. 25-kuni $438 va 26-kuni $1444 daromad va 27-kuni yana $369 zarar. Xo'p, 2-mart $2298 foyda va 3-4 kunlari $159-169 foyda. Ana endi mana $169-159 foyda nima uchun kamligini keyin sal keyin tushuntiraman. Undan oldin mana zararlar haqida gaplashaylik. Xo'p, jigarlar. Futures akkauntlarda e'tibor beringlar. Mana bularga qarasalaring, bir kunlik zarar unaqa katta emas. Uzog'i mana 465 eng kattasi bo'ladigan bo'lsa, bu ham 1% ga bormayapti. 1% ga bormayapti. Ana endi shaxsan o'zim bitta savdoga futures akkauntda bitta savdoga kirsam 1% yoki 0.5% risk qilmayman. 0.5% risk qilmayman. Juda kichkina risk qilib katta error olib chiqib ketishni yo'lini qilaman. Bu qanaqa bo'ladi? Bu aynan mana bu ko'rib turgan savdolaring asosan 90%
Nasdaqda savdo qilingan. Nasdaqda M1 time frame'da tasdiq topib kiramanda savdoga va 100-150 dollar risk qilaman. 100-150 dollar maksimum. 100-150 dollar risk turib 600-700 dollar, 800-1000 dollargacha daromad olib chiqib ketaman. Va nega bunda 460-438 dollar bir kunda bo'lib qolgan zarar desalaring, aynan Nasdaqda har bitta makroga 2-3 ta imkoniyat berib ko'raman. Ya'ni har bir makroga bittadan imkoniyat berib ko'raman. Albatta bu yerda makro bo'ldi, bitim ochish kerak degan emas. Aynan aniq nimadir ko'rsam bitim ochishga harakat qilaman. Endi bu aynan futures akkauntlarni meni daromadga olib chiqqan plani bor. Ya'ni o'sha o'zimda trading planim bor. Ya'ni risk managementning qonun qoidasini o'zimiz yaratganmiz. Ya'ni ustozim Shehroz baraka topsin menga aka mana shunaqa risk management qiling, mana shunaqa planga amal qiling, xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb menga chizib berdi planini. O'shandan keyin mana xudoga shukr yaxshi bo'lib ketdi. Undan oldin bir kunda 1000 dollar, 1,5 dollarlab zarar qilib akkauntlar oqib ketayotgandi. Oxirgi to'g'risini aytaman, oxirgi futures akkauntda payountim noyabrda bo'lgan. Undan keyin bo'lgani yo'q do'stlar. Undan keyin menda ham uzilish bo'ldi. Sababi o'sha baribir o'sha futures akkauntlarga moslashdik shu paytgacha. Har xil yo'lini qilib ko'rdik, unday qilib ko'rdik, bunday qilib ko'rdik. Bittada o'tib ko'rishni xohladik, bittada katta daromad olishni xohladik va hokazo. Ya'ni biz shu vaqt davomida mana 4 oy, 5 oy vaqt ketgan bo'lsa, 4 oyim ketmadi. Mana noyabrda pul yechgan bo'lsam, Tixdan, futures akkauntdan dekabr, yanvar, fevral 3 oy vaqt ketdi. O'sha 3 oy vaqtda biz o'zimizga kerakli bo'lgan narsani oldik. Mana shu yo'qotishlar orqasidan. Va mana o'sha trading planga amal qildik. Mana daromadga xudo xolasa chiqdik. Ani endi bu qaranglar jigarlar. Aynan futures akkauntlarida daromadga chiqishingiz uchun yordam beradigan o'zimda sinalgan trading plan haqida отдельно bitta darslik qilaman. Uni risk managementini sal boshqacharoq safetyga qaraganda. Bu haqda отдельно bitta video qilib, albatta YouTube kanaliga tashlayman. Xo'p. Demak, risk management haqida keyin video qilib, отдельно obzor qilamiz. Xo'p, undan keyin daromad va 2298 dollar daromad qilganimdan keyin va men bu yerda ham 1400 dollar daromad qilganimdan keyin meni kapitalim 53 mingga chiqib qoldi. 53 mingga chiqdi va menga bu yetar edi payout qilish uchun. Ana endi men bu 159 va 169 dollarlar bu daromadli kunni qoplash uchun qilingan сделкалар. Ana endi siz qarang. Lucid Prop kompaniyasida siz bitta akkaunt olganingizdan keyin, funded bo'lganingizdan keyin 5 kun daromadli kuningizni bajarishingiz kerak. Ya'ni siz ketma-ket emas, общий payout qilguningizcha общий bir kun zarar, bir kun foyda, bir kun zarar, bir kun foyda qilsangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. Xullas, общий 5 kun daromadli kuningiz bo'lishi kerak. Buni hamma biladi menimcha. O'sha 5 kun daromadli kunni qilish uchun qilingan mana bu сделкалар. Ana endi siz deylik 54 mingga chiqib qoldingiz. Siz payout qilmoqchisiz. Sizga daromadli kun yetmayapti 2 kun. Siz nima qilasiz? Siz minimum risk bilan daromadli kuningizni yopib qo'yasiz xolos. Oddiy ishlasangiz ham bo'laveradi, har kungidek ishlasangiz ham bo'laveradi, lekin siz agar buffer zonangizni yaxshi qilib olgan bo'lsangiz, ya'ni kapitalingiz yaxshi bo'lib turibdi, sizga ortiqchasi kerak emas, siz faqat daromadli kunni qilib pulingizni yechmoqchi bo'lsangiz, mana bundaqa kun qilmoqchi bo'lsangiz, mana men o'zim shunaqa qildim. Ya'ni juda kichkina risk, juda kichkina bir dona kontrakt bilan mana bu kunlarni bajarib 5 kunlik daromadli kunni bajarib qo'ydim.
Shundan keyin menga payout qilishga ruxsat ochildi. Tak, yana nimani aytmoqchiman sizlarga? Demak, xo'p, 5 kunlik daromadli kunni tushuntirib o'tib ketdim. Endi payout qilishingizda mana payout bo'limini bossangiz, mana bu sizga payout qilishingiz uchun tayyor akkauntlaringizga ruxsat ochiladi. Mana Rescue payout deb yozilgan. Mana bittasini sizlarsiz bajardim. $1636 yechib oldim va mana bu 4 tani hozir birga qilamiz. Va aynan Lucid Tradingda mana bunaqa narsa ekan. Siz bilasizlar, $2000 payout qilishingizga ruxsat beradi. $2000. Endi hisob shotingiz 54,000 bo'lsa, $2000 sizga ruxsat beradi. Agar siz 53,000 qilib turib 2000 yechib olmoqchi bo'lsangiz, ruxsat bermaydi. Sababi bularda payout qonun qoidasi bo'yicha qilgan daromadingizni 50% ga ruxsat berar ekan. 50% ga. Ya'ni menda hozir $53,300 turibdi. 2000 yetmoqchi edimda, 1300 da riskka qoldirmoqchi edim o'zim. Lekin menga ruxsat bermadi. 53,300 da yarimi $1635 bo'ladi deb turib, mana daromadimni 50% ga ruxsat beryapti yechishga. Ana endi savol, siz 54,000 bo'lsangiz, siz 2000 yechib olasiz. $2000 rovna yechib olasiz. Lekin 55,000 qilsamchi, 2,5 ya'ni daromadimni teng yarmini yechib olamanmi? Yo'q do'stlar, yechib ola olmaysiz. 55,000 qilgan taqdiringizda ham siz maksimum 2000 gacha yechib olasiz. 54,500 shotingizda bo'lsa ham siz 2000 maksimum yechib olasiz. Tushundingiz? Ya'ni eng ko'pi bilan siz 2000 yechib olalar ekansiz aynan Lucid Tradingda. Ana endi nima uchun akkaunt ko'p bo'lish kerak? Sababi shunda. Deylik, sizda menga o'xshab 5 ta akkaunt bo'lsa, siz 2000 dan yechib olsangiz, har bittasida siz bir pachka, ya'ni $10,000 pul yechib olgan bo'lasiz. To'g'rimi? Ana shuning uchun ham futures akkauntlarni sonini ko'proq olish kerak. O'zi qaranglar, $65 bo'lganda, mana hisoblaymiz. Hozir mana 65 ko'paytirilgan 5. $325 ga 5 ta akkaunt, $250,000 shot sotib olasiz. Lekin Safety'da $325 ga bir dona 50 ta akkaunt sotib olasiz. Ana endi ko'ryapsizmi, nima uchun bunda ko'proq sotib olishingiz kerak? Siz ko'proq akkauntdan kichkina risk qilib, ko'proq pul yechib olishingiz uchun mana shunaqa qilinish kerak. Endi sizda deylik 5 ta Lucid akkaunt bo'lsa, $2000 dan yechib oldingiz. Mayli, 2000 dan oshig'ini bermar ekan-ku jigar deydigan bo'lsangiz, xo'p, lekin sizda akkaunt soni ko'p-ku. 5 ta akkaunt turibdi. 5 ta akkauntdan 2000 dan yechganingizda $10,000 yechib olyapsiz. Bu juda ham zo'r yigitlar, juda ham zo'r. Ana endi menikini hisoblaymiz. 1600, xo'p, $1636 bitta akkauntdan yechib olish mumkin ekan. Ko'paytiramiz 5 ga. $8180 общий yechib olar ekanmiz bugun. Mana $8180. Endi siz Safety'da bir dona akkauntdan $8000 yechib olish bu juda ham qiyin. Bu foizi juda ham katta bo'lib ketadi. 8000 bitta 50 dan 8000 ga olib chiqishni o'zi bu juda ham qiyin. To'g'rimi? 16% bo'lib ketyapti paytda. 16-17% bo'lib ketyapti. Bu juda ham qiyin. Bu degani 100 dan $16,000 olib chiqish degani, 50 dan $8000 olib chiqib ketish bu qiyin. Lekin futures akkauntda bu boshqacharoq. Siz 50,000 da 52,000 qilishingiz osonroq-da. 50,000 da 52,000 qilib 2000 yechib olishingiz osonroq. O'shaning uchun akkauntingiz ko'p bo'lsa, siz
pulingizni ko'proq olib chiqasiz. Endi tasavvur qiling, 20 ta akkauntingiz bor. Ninjaga ulab qo'yib, Luciddan, TradeFA'dan, Topstepdan, Balodan, Battordan 20 ta akkaunt qilib oldingiz. 2000 dan hammasiga payoutga tayyorladingiz. Hisoblang qancha pul bo'ladi. 20 ta akkaunt 2000 dan. 10 tasi 20 ming, 40 ming dollar pul bo'ladi. 40 ming dollar. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Mana shu futures akkauntlarning sizga berayotgan eng zo'r imkoniyati mana shundan. Nima uchun akkauntlar sonini ko'p qilishimiz, arzon pulga ko'proq akkaunt sotib olib, ko'proq daromad qilish haqida gap ketyapti. Endi xo'p, demak, sizda Lucid Tradingdan futures accountdan siz account sotib olganingizdan keyin daromadga chiqqaningizdan keyin payoutga o'zi avtomatik ochilgandan keyin verifikatsiyadan o't deb sizga mana bu sariq bo'lib turadi. O'sha paytda siz verifikatsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Verifikatsiyadan shaxsan kecha o'zim o'tdim. Shaxsni tasdiqlash uchun hujjatda pasport yoki ID pasport yoki haydovchilik guvohnomasi so'ralar ekan. Shaxsan o'zim haydovchilik guvohnomasi bilan selfie qilib, Face ID bilan verifikatsiyadan o'tdim. Juda ham tez bo'ladigan jarayon, sizni ko'p vaqtingizni olmaydi. 2-3 minutda o'tib, verifikatsiyadan o'tganingizdan keyin mana bu yashil bo'lib qoladi. Undan oldin sariq bo'lib turadi. Verifikatsiyadan o'tmasingizdan oldin sariq bo'lib turadi. Keyin mana bu yerda hozir men buni tayyorlab qo'ydim. Pulga, kriptoga yechasanmi yoki anaqaga yechasanmi deb turadi. Voy, hozir esimga kelmayapti. Xullas, Visa kartangizga yechsangiz bo'ladi yoki to'g'ridan-to'g'ri Visa kartangizga yechsangiz bo'ladi yoki kripto orqali yechib olsangiz bo'ladi. Ana endi shaxsan o'zim men kriptoni tanladim, sababi menga shu qulay. Kriptodan Binance'viy adresingizni tashlaysiz, Pramoy sizni Binance'ingizga tushirib beradi. Visa kartangizni Visaga yechmoqchiman deb agar Visani tanlaydigan bo'lsangiz, sizga Visaga tushirib beradi. Shaxsan bu har kim o'zini tanlovi. Uni farqi yo'q. Kim Visaga tushirib oladi, kim kriptoga tushirib oladi, uni farqi yo'q. Kimga qaysi udobniy bo'lsa, o'shanga tushirsangiz bo'ladi. Va men kriptoni tanlagandan keyin bitta narsaga e'tibor beringlar. Binance'da TRS20 anaqangiz bor, kashalogingiz bor, USDT ga tushirishingiz kerak bo'ladi-da. O'sha paytda siz kriptoga yechayotganingizda o'zi to'ldiradigan joyi bor. O'shanda TRS20 USDT ni tanlang va TRS20 ni tanlab turib, o'sha Binance'dagi USDT bo'limidagi TRS20 kashalogingizni anaqasini adresini kopировать qilib turib, o'shani kirgizib, mashina qilib, xullas kriptoni o'shana qilib yechishingiz kerak bo'ladi. Hozir men unaqa tushuntira olmadim, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilyapman, qanaqa qilib yechishingiz kerak bo'lishini. Xullas mana verifikatsiyadan o'tdingiz, kriptoga to'g'rilab oldingiz va undan keyingi jarayon ana endi pul yechishga keladi, jigarlar. Va bitta narsani aytib o'tib ketayin. Aynan mana bu bo'limga kiradigan bo'lsak, mana bu natijalarni hammasi aynan Nasdaqda savdo qilingan. Bu Nasdaqda makrolar paytida savdo qilingan. Bu yerda biz OnePPSL Discord'da jonli savdoda o'tiramiz. O'sha jonli savdoda birgalikda savdo qilganmiz. Aynan makro time frame'larda Discordda jonli savdoda savdo qilib,
shu natijaga erishib kelyapmiz komanda bilan, xudoga shukur. Xo'p. Tak, ana endi boshladik. Payout bo'limiga kiramiz va sizga mana bu summalar ko'rinib turadi har bitta akkauntingizda. Demak, boshladik. Verifikatsiyadan o'tdik, kriptani tanladik. Ana endi boshlaymiz. Va mana bu yerda mana yechib olish mumkin bo'lgan summa turibdi. Xohlasangiz siz summani 1000 tanlasangiz bo'ladi, xohlasangiz 600 dollarini, xohlasangiz 500, xullas xohlaganingizcha tanlab olsangiz bo'ladi. Men o'zim shaxsan maksimumni bosaman va mana bu yerda anaqa turibdi mana. Meni Binance'viy anaqa o'sha sizlarga aytmoqchi bo'lgan adresi turibdi. Mana men shuni bosaman. O'shandan keyin mana bu yerda yechib olishni bosamiz va galichka qilamiz. Bu mana bu yerda qaranglar, 1000 dollar bu ekzemplyar. Misol uchun ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni demoqchi 1000 dollar yechsang, senga 996 dollar tushadi deb misol tariqasida ko'rsatib qo'ygan. Lekin bu yerda hozir biz nima qilyapmiz? 1635 dollar yechyapmiz. Mana bu mana payout risk OK qilasiz. Ketdi, mana pending bo'lib turibdi. Keyingisini bosamiz. Mana 1635 45 dollar maksimum. Yana mana buni tanlaymiz. Adresimizni tanlab olamiz. Yana bosamiz, galochka qo'yamiz. Yana ekzemplyar chiqadi sizga, xuddi boyagina tushuntirmoqchi bo'ladi. Ya'ni 1000 dollar yechsang 996 dollar tushadi degan ma'noda sizga tushadi. Yana ikkinchisi ham pending bo'ldi. Keyingisini ham bosamiz. Yana maksimum pulni yechishga harakat qilamiz. Yana mana bu eng anaqasi, mana shu yerda xato qilmanglar. O'sha kriptoga yechmoqchi bo'lganlaringda Binance adresini to'g'ri kiritinglar. Pullaring boshqa yoqqa o'tib ketib, bir bolalar bo'lib, keyin qiynalib qolmanglar. Va shunga juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilinglar. Mana buni bosamiz va tanladik. Galochka qo'yamiz. Ketdi yana. OK. Va oxirgisi yana bosamiz. Maksimum summani maksimum bosamiz. Yana har bittasiga e'tiborli bo'linglar. Men buni to'g'ri bosyapmanmi, yo'qmi? Va galochka qo'yamiz. Yana sizga ekzemplyar chiqadi va bosamiz. Mana OK. Hammasi pending bo'lib turibdi. Va hozirda o'zida mana emailimga xabarlar kelyapti. Shtobi sen ana Luciddan ya'ni xabar kelyapti-ku, to'lov so'rovingiz qabul qilindi deb turib, sirazi mana buni bosganingizdan sirazi sizga xabarlar kelishni boshlaydi emailingizga. Ya'ni juda ham tez ishlaydi bu narsa. Risk payountni bosishingiz bilan o'sha sizga to'lov so'rovingiz qabul qilindi deb turib emailga xabar keladi. Va ozgina kutib turganingizdan keyin mana bunaqa mana birinchi turgan akkaunt anaqaga o'xshab 50 ga anaqasiga o'xshab yozuvi o'zgarib qoladi va bu to'lovingizni amalga oshirayotganini bildiradi. Xo'p, xullas yarim soatlik video bo'lib ketdi jigarlar. Qo'ldan kelguncha bu narsani sizlarga ko'rsatdim, tushuntirdim. Nima uchun ko'proq akkaunt olish kerak, nima uchun futures akkauntlar ko'proq auditoriyaga taklif qilyapmiz, sabablarini tushuntirdim. Bu yaxshi imkoniyat do'stlar. 65 dollarga sotib olib, siz bitta akkauntni 65 dollarga sotib olib 1636 dollar yechib olish, bu juda ham yaxshi imkoniyat. Agar bu akkauntlar soni juda ham ko'p bo'lsa, bu undan ham zo'r bo'ladi. Va aynan futureslar haqida
futures akkauntlar bilan ishlash anaqasini planini yoki plani deymizmi yoki risk menejmentini deymizmi yoki nimalarga e'tibor berish kerak deymizmi, u haqda bitta yaxshi o'zimni daromadga olib chiqqan o'sha trading plan, risk management haqida yaxshi bitta video obzor qilaman 2-3 kunda va uni ham albatta YouTube kanalimga qo'yaman, joylashtiraman. Xo'p. Tak, 30 minutlik video bo'lib ketdi. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, vaqtingizga rozi bo'ling. Qo'limdan kelgancha imkon qadar tushuntirishga harakat qildim. Keyin kriptoga yechganingizdan keyin sizga maksimum 2 kunda pulingiz Binance'ingizda ko'rinadi. Mana bugun yechdingiz, bugun ertan kutib turasiz. Ya'ni 48 soat ichida kimdadir tezroq bo'lyapti, kimdadir 48 soatda, kimdadir 30 soatda, hammada har xil bo'lyapti, lekin shu maksimum 2 kunda, 3 kunda o'sha Binance'ingizda mana bu pullaringiz ko'rinadi. Tak. Demak, pullar yechib oldik. Endi anaqaga qaytamiz. Xo'p. Mana akkauntlarim pul yechilgandan keyin 53.000 hali mana qaranglar. Mana bittasi 51.637 dollar bo'lib turibdi va daromadli kuni 0 ga tushib qoldi. Men buni sizlar bilan yechganimizda hali puli minus bo'lgan yo'q. Puli minus bo'lsa, daromadli kuni mana 5 ga 5 turibdi-ku, mana bunga o'xshab 0 ga 5 bo'lib qoladi. Ana keyin mana 51.637 dollar balansimda pul qoldi. Bu meni riskim uchun qoladigan pul. Chunki bu akkaunt mana bu yerda ko'rsangiz, mana bu yerda 50.100 deb qo'ygan. Ya'ni 50.100 ga tushirsang, seni akkauntingni olib qo'yamiz deyapti. Tushundingizmi? 50.100 ga tushsa, bu akkauntlar uxlaydi. Mana bular ham shu. 50.100 ga, mana bular 50.100 ga tushsa uxlaydi. Bo'ldi. O'shancha mana 1.637 dollar bu men uchun buffer bo'lib qoladi. Mana shuni men o'sha boya aytib o'tgan risk management bo'yicha boshqarib, yana daromadli kunlarimni 5 taga chiqaraman va shotimni xudo xolasa keyingi payountimni 54.000 bo'lganda yechmoqchiman va buni ham albatta obzorini kechirasizlar, obzorini tashlayman YouTube'ga. Xudo xolasa men buni shotni endi 54.000 qilganda har bitta akkauntdan 2.000 dollardan yechib olmoqchiman. O'shanda bizga har bitta akkauntda bugun 8.180 dollar yechgan bo'lsak, keyingi payountimiz xudo xolasa 54.000 qilganda 2.000 dollardan xullas 10.000 dollar yechib olmoqchiman jigarlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlash uchun. Hammaga rahmat. Charchamanglar, tomog'im ham yopilib qoldi. Ko'rishguncha jigarlar, sog' bo'linglar.